Assalomu alaykum. Bugungi videoda Shining kompaniyasidan yangi Elf modelini O'zbekistonda birinchi marta raspakovka qilib ko'ramiz. Demak, komplektatsiyada 106 gram keladigan skaner, uni qo'yish uchun podstavkasi hamda 4 ta standart nasatkalar hamda 2 ta big, ya'ni katta ob'yemda olish uchun nasatkalar hisoblanadi. Ushbu nasatkalarni kompaniya 100 martagacha avtoklav qilishga mumkin deyishgan. Bundan tashqari USB kabel kalibrator uchun va o'sha kalibrator, ya'ni skanerni точностini aniqligini oshirib beruvchi qurilma. Xo'p, skanerni ustanovka qilib kompyuterga o'rnatgandan so'ng eng birinchi qilinadigan ish bu har doimgidek kalibrator, ya'ni kalibrovka qilish. Buning uchun USB bir tomoni kalibratorga suqiladi, pitaniya uchun bu albatta. Ikkinchi tomoni esa kompyuterga. Qilgandan so'ng bu yerda chiroqcha bor. Ushbu chiroqcha yonadi va shunday ishlaganini bilishimiz mumkin. So'ng skanerni olamiz hamda o'zini ikkita belgisi bor. Xuddi shu belgisi bo'yicha suqamiz. Qurilmani ulag'animizdan so'ng bu yerda indikator sariq rangdan yashil rangga o'zgaradi. Hamda programmada kalibrovkani amalga oshiramiz. Demak, kalibratsiya 100% bo'lgandan so'ng interfeysda bizga ikkita narsani ko'rsatadi. Birinchisi kalibratsiya, ya'ni точности, hamda ikkinchisi brightness. Bu degani skanerni nuri, ya'ni olish sifati ham bo'ladi. Oddiy tilda aytadigan bo'lsak, ikkalasini ham bir vaqtning o'zida kalibrovka qiladi. Xo'p, demak, finish knopkasini bosamiz. Finish bosganimizdan so'ng bizda oyna ochiladi va endi kalibratordan buni olib skaner qilib ko'ramiz. Xo'p, demak, yangi order, ya'ni new order va bu yerga test 2 deb yozamiz. Misol uchun, albatta yoshini kiritish kerak, bemori 25 va confirm. Ushbu interfeysni ko'radigan bo'lsak, ya'ni bu yerda dentistry type bo'limida bizdan nima maqsadda skaner qilmoqchimiz? Birinchisi restoration, ya'ni charxlangan tishlardan qolip olish. Ikkinchisi implant uchun. Uchinchisi ortodontiya uchun. To'rtinchisi lazer, boshqa, ya'ni har xil modellar yoki nimalarni skaner qilib ko'rishimiz uchun. Beshinchisi bo'lsa, bu olib qo'yiladigan protezlar uchun skan qilishimiz mumkin. Biz hozir shunchaki restavratsiyani tanlaymiz va skanerni sinab ko'ramiz. Skanerlashda har doimgidek birinchi tishli jag'da, so'ng esa tishsiz jag'da sinab ko'ramiz. Xo'p, demak, skaner olamiz va skanerlashni okklyuzion yuzadan boshlaymiz. Tezlik yomon emas. Demak, tishli jag'da skan qildik. Sifati menimcha yaxshi. Tezligi ham yomon emas. Ancha tez qolgan skanerlarga nisbatan. Endi xuddi shu amaliyotni tishsiz jag'da tekshirib ko'ramiz. Demak, buni tasdiqlaymiz. Endi navbat tishsiz jag'ga. Odatda ko'p skanerlar tishsiz jag'larda skan qilishda qiynalishadi. Demak, ketdik. Birinchi okklyuzionni yuzasi.
Demak, tishsiz jag'ni ham skaner qildik. Tishsiz jag'da ham kачествоsi menimcha yomon emas. Tezligi ham ko'rishingiz mumkin o'zingizlar. Umumiy qilib aytganda, ushbu skanerning texnik parametrlari Shining Elite skaner bilan bir xil, ya'ni uni parametrlari bir xil. Faqatgina Elite'da IPG texnologiyasi, ya'ni intraoral fotogrammetriya borligi bilan farq qiladi. Intraoral fotogrammetriya, ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu implantdan qolip olishda eng yuqori aniqlikdagi usul hisoblanadi. Ushbu skanerni kimlarga tavsiya qilamiz? Ushbu skaner skanerlash tajribasiga ega bo'lgan vrachlar uchun juda ham qulay. Uning programmasida juda ham ko'plab funksiyalar mavjud. Shundan biri Intel Byte funksiyasi hisoblanadi. Intel Byte funksiyasi bu yuqori aniqlikda prikusni aniqlash funksiyasi hisoblanadi. Ushbu skanerni kimlarga tavsiya qilamiz? Ushbu skaner yuqori aniqlikni yoqtiruvchi implantologlar, ortopedlar hamda ortodontlar uchun juda ham yaxshi variant. Bugungi videomizda Shining Elf modeli haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tdik. Ushbu skaner yoki Shining boshqa modellari haqida o'zingizni qiziqtirgan savollarni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin.